Assalomu alaykum, sog' salomatsizlar birodarlar. Men sizlarga hozir prostatit, adenoma, peshob tomchilab qolishi va tez maydasiga yugurish va hamda tungi yurizga, buyrak qovog'idagi bok tuz, tosh, qum, balas, albasar hammasini bokku chug'or top-toza qilib beradigan, shamollashlarni butkul yo'qotadigan tabiiy aralashma tayyorlashni o'rgataman. Videorolikmi yoqsa, like bosib, yaqinlarga jo'nating, repost qilib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin birodarlar. Qarang. Tulki mayak deyiladi. 100-150 gram topasiz. Tulki quyruq ham deb aytiladi. Topasiz va yaxshilab maydalasiz, must urug'i bilan do'stlar. Va topa olsangiz, ruyan ildizi talqonidan 10-15 gram, topolmasangiz shart emas. Marina krasilnaya deyiladi. Va diviasil korin, qorandiz 70-80 gram. Qorandiz ildizi talqoni. Hammasini do'stlar aralashtirasiz, aytgan dozamni, Kechki vaqt bir osh qoshig'ini 600 gram qaynoq suvga solib qo'ying va ertasi kuni sizdirib olib shuni 3 mahal iste'mol qilasiz. Faqat 5-10 kun qo'zg'ov beradi, qo'zg'aydi. Shidang. 3 oygacha qilish mumkin. Xudo xolisa inshaalloh tepada yuqorida ko'rsatgan va aytgan kasalliklarni %100 davolab, tanangizni sog'lom holatda keltiradi. Faqat foydalaning, yo'qotadigan narsangiz yo'q, 100 ming 150 mingga tusharsiz. Zato million so'mlik effekt beradi. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz, xayr. Asos so'zda asrang.